Mana yana seni diye ishq sharobini ichdi bu yurak. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Tushunmadim, xosmani ko'rmadingizmi? Sizga gapiryapman. Men siz ko'nglingizni olishga shuncha harakat qilsam, bir tiyin kelmadingizmi? Bir soat oldin gaplaring-chi. Ishga ketayotganimda hech Esingdami? To'g'ri. Men uchun shuncha harakat qilibsan. Rahmat. Lekin shuncha gapirgan gaping meni esimdan chiqib ketmadi-yu. Qara. Menda ham ko'ngil bor ekan. Ayol kishining chiroyi uni libosi yoki pardozida emas, uni shirin so'zida. Bir soat keraksiz narsalarga vaqtingni ajratgandan ko'ra adasi, kechiring, uzr, mendan o'tibdi deganingda, men hammasini bir sekundda esimdan chiqarardim. Qara, shunda ham bir og'iz uzr demayapsan-a?